birinchi bo'lmadi. 1-2. Assalomu alaykum, meni tanigan va tanimagan do'stlar. Sizlar uchun men yangi matematika yana matematika kanalini ochdim. Yangi matematika bo'lmaydi. Sababi yangi degan narsa bizga yot. Chunki matematika ancha davrlardan beri o'zgarmay kelmoqda. Matematiklarning bitta so'zi bor. Nima yangilik qilsang qilgin, lekin eskilikka putur yetkazma deyishgan. Sizlarga matematikani yoshlikdan o'rgatishga harakat qilishganligiga ishonasizmi? Ishonasiz. Nimaga? Sizlarga ertaga aytishgan har bir inson hayot davomida bir marta o'tsa ham ertaga eshitishgan. Ertaklar nima bilan boshlanadi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan bilan boshlanadi. Bizning misollarimiz ham aynan bir bor ekan, bir yo'q bilan boshlanadigan misollar. Bizda ko'p misollarda bir bor bo'ladi, ammo yozilmagan bo'ladi. Birinchi turdagi tenglamamizni yechish. Mana shu tenglamani yechish uchun biz mana shu yerda bir bor ekan, bir yo'q ekan iborasini ishlatishimiz shart. Nima uchun? Chunki qo'shib ayirganimizda mana shu yerda bir koeffitsient borligi esda tutishimiz kerak bo'ladi. 7 ga 3 10, 10dan 1 ayriladi. X yo'q bo'lib qolmaydi. 1 ayriladi, mana shu joy bizga 9 ta x beradi. 69 ning yoniga 21 qo'shish bo'lib o'tadi. Ikkita ifodani qo'shganimizning javobini bu yerda ko'paytirish bor, yozilmagan bo'ladi. 69 ga 21 ni qo'shsak 90 bo'ladi, 9 esa bo'lish bo'lib o'tadi. Bundan x barobar 10 ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchi misolimiz yana bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ya'ni mana bu x ning oldida biri bor, ammo yozilmagan ekan. X barobarning o'ng tomonidan tenglikning chap tomoniga o'tganda ayirish ishorasi bilan o'tadi, teng 10 ga. Ko'pchilik o'quvchilar mana shu yerda ikkita x dan x ni ayirib 2 chiqarib qo'yishadi. Yo'q, bu xato. Bizning misolimiz 2x dan mana oldidagi bir bor ekan, bir yo'q ekan joyi, biri ayrilishi kerak va natijada x teng 10 misolining javobi chiqadi. Uchinchi misolimiz sonlarni, kasr sonlarni bir-biriga ko'paytirilganda har qanday butun sonning mahrajida bir bor ekan, lekin yo'q ekan. Mana shu son tagida biri bor. Ko'paytirilganda ikkita kasr surat va mahraji bir xil songa bo'linsa, shu songa avval bo'linadi, keyin ko'paytirish amalga oshiriladi. 22 bilan 16 2 ga bo'lamiz avval. Dastlab bo'lganimizda 8 bilan 11 hosil bo'ladi. Endi kasrning suratiga mahrajiga ko'paytiriladi. 77 taqsim 8. 77 ni 8 ga bo'lib qo'yamiz. Bu noto'g'ri kasr hisoblanadi. 77 ning ichida 8 9 tadan 8 ta 72 bo'ladi. 7 dan 5 qolgan bo'ladi. Ana endi misol tugadi. Yana bir marta butun son kasr sonning oldida kelsa ham, oxirida kelsa ham uning mahrajida biri bor. Bir bor ekan, bir yo'q ekan yana. 7 bilan 1 ni qisqartirishdi. Keragi yo'q. Buni 1 ga hech qachon bor ekan, bir yo'q ekan. Aynan shu 1 bilan 7 ni qisqartirmaylar. Odatda 1 ga qisqartirishdan hech qanday bizga naf yo'q. 45 bilan 30 ni 15 ga bo'lamiz. Bunisiga 3, 30 ga 2 tadan 7 kara 3 21, 2 ta 1 2. Mana shu joyda ana endi yana noto'g'ri kasr paydo bo'ldi. 21 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 10 butun 2 dan 1 qoldi. 4-chi misol ham shu joyda tugadi. 6-chi misol berilgan bir xatni darajaga ko'tarayotganimizda ham bir xatning darajasida 1 bor ekan, bir yo'q ekan, ya'ni bir bor deb faraz qilish kerak va berilgan har bitta xatdagi darajalarni 4-darajaga ko'tarib chiqishimiz kerak. A ning 4-si, B ning 2 ta tur 8-si, C ning 3 ta tur 12-si bo'ladi. 7-chi misolimiz ham aynan shu bir xatni darajaga ko'tarish. Bu yerda C ning darajasida 1 bor ekan, bir yo'q ekan. Ya'ni A ning 3 ta 5 15-i, B ning 2 ta 5 10-si va C ning 5-si bo'lib ifoda tugaydi.